Noxushxabar, Moskvada yana bitta akamiz vafot etgan, kvartirada vafot etib, hech kimi yo'q ekan. Bizni mana shu apalarimiz chaqirishdi. Apajon, assalomu alaykum. Vafot etgan odam kim odam? Kvartiramizda turadi. Kvartirangizda Ikki xonali kvartirada turamiz, bir xonasida bolalar, bir xonasida ayollar turadi. Men ishdan kelsam, eshik tagida yotgan ekan. Qayerlik u odam? Namanganda. Necha yoshda bilasizmi? 38 yosh bo'lsa kerak. 38. Uylarga aloqaga chiqdilaringmi? Aloqaga chiqdik, uydagilar sharoitimiz yo'q dedi. Bora olmaymiz dedi. Sharoitimizni qo'yib keta olmaymiz deyishyapti. Farzandlari bormi ekan odam? Hech bunday bir kvartirada yashagan bo'lsalaring bilasizlar-ku. Bilmadim, ikkita bolam bor derdi. Akalar opalar, mana shu akamizni ko'rib turibsizlar, vafot etganlar Moskvaning Kokoshkina degan joyda, ya'niki aeroport Vnukovaga yaqin joyda, kvartirada, mana shu kvartirada vafot etganlar. Iltimos qilamiz, akalar opalar, shu videomizni tarqatib qo'yinglar, mana shu akamizni jo'natish uchun. Mana shu apalarimiz bizga murojaat qildi. Uydagilarning hech qanday sharoiti yo'q ekan, kelib olib ketishga yoki pul to'lab bittan olib ketishga bizga murojaat qilishdi. Kimni qo'lidan kelsa, Alloh yo'lida savob uchun shu akamizni jo'natish uchun yordam beraylik. Biz kuni kecha ham chiqargan edik. Bir akamizni jo'natgan edik. Bugun bu akamiz boshqa. Kechagi Xorazmlik aka edi. Bugun Namangandan bu akamiz. Bu odam haqida biron xil ma'lumot bera olasiz? Kelsangiz qanday holatda edi? Eshikdagida shu o'tgan ekan. Skor olib ketishdimi? Skora chaqirdim, qo'shnilarni chaqirdim. Qo'shnilar keldi, skora chaqirib berdi, skora kelib ketdi. Qachon bo'lgan bu voqea? 8 edi, men ishdan keldim. Kechqurun 8 dami? Akalar opalar, Biz ishdan 7 da javob beradi, uyga kelganimizcha 8 edi. 8 da kelsam, o'sh qotib yotgan ekan. Eshiklari ochiq ekan, eshiklarni tagida yotgan ekan. akalar opalar, kechqurun 8 da vafot etganlar. Mana bugun biz ertangi kuni kelib olyapmiz videoni. Hozir akamiz morgdalar. Qaysi morgda bilasizlarmi? Qaysi morgga olib ketgan? Kommunarkaga? Kommunalka 7 dedi. Ulisa Kommunarka 7 dagi morgga olib ketgan akamizni ikkita farzandlari bor ekan. Bir ham shaharlari ham kelgan hozir shu yerda, yonimizda turibdilar shu akamiz ham. U akamizning ikkita farzandi bor ekan, oilasida sharoiti yo'q ekan kelib olib ketish uchun. Akalar opalar, kimdir yordam beraman desa iltimos qilaman, shu akamizni haqqiga duo qilinglar. Biz kecha ham bitta akamizni jo'natdik. Xudo xolasa sizlar yordam berib tursalaring, bu akamizni ham jo'natamiz. Alloh yo'lida savob uchun bir-birimizga yordam beraylik. O'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, qaysi millat bo'lishlaringdan qat'iy nazar hammalaringga, musofirda yurganlarga sog'lik, salomatlik tilayman. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Hech kimga hech qachon bunaqangi og'ir kunlarni boshiga solmasin. Bu sizlar apajon, bu kvartirada necha yildan beri taniysizlar shu odam? Nima ish qilardi o'zi odam? U shu yerda Moskvada pochta Rossiyada ishlaydi. Nima ish qilardi pochtada? Uborka qiladi. Uborka. Necha yildan beri shu kvartirada birgasizlar? 1 yildan beri. 1 yildan. Ismi nima? Maqsud. Maqsud. Familiyasini bilmaysiz? Maqsud Mamajonov. Maqsud Mamajonov, ha? 1987-yilmi? Akalar opalar, ism familiyalari Maqsud Mamajonov 1987-yil Namangan viloyatidan. Namanganlik akalarimiz ko'rib turgan bo'lsalaring, shu videomizni tarqatib qo'yinglar, yordam beringlar. Apajon, siz o'zingiz qayerdansiz? Sirdaryodan. Sirdaryo viloyatidan. Apajon, bizni chaqirganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham kattakon rahmat. Mana shu bizni ko'rib